BTS asta-asta ko'tarilgan paytda qo'rqib, o'zini noloyiq deb o'ylagan Chon Hosok. Lideri yonida turib, agar u bo'lmasa, o'rnini bildirmagan Chon Hosok. Xunisan, otga o'xshaysan, guruhdan ket degan xeyterlarni eshitgan Chon Hosok. Guruhdan ketmoqchi bo'lgan paytida Chonguk o'tirib, yig'lab so'ragan paytida guruhda qolgan Chon Hosok. I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Sahnada J-Hope, Chon Hosok. Lights up, we're taking over the world. BTS haqida rubrikamizda davom etamiz, chunki oxirgi martasi BTS haqida biografiyasini biz 1,5 yil oldin chiqazgan ekanman. Uzrlar. Xo'p, bugun endi 1,5 yil ichida J-Hope как бы вообще BTS ko'p narsadan kechib, ko'p narsadan o'tib, hamma narsa, bilasizlar nima bo'lganini, nima bo'lib o'tganlarini, ko'p narsa o'zgargan bo'lishi ham mumkin. Ammo biz boshidan boshlaymiz. Ya'ni nechinchi yil tug'ilganidan beri hozirgi paytgacha J-Hope qanaqa faol yurg'izayotganini. Okey, hammamiz bilamiz, balki qaysidir qismini sizlar haqiqatan bilmagandirsizlar. Yangi armiya bo'lsangiz sizga foydali ma'lumotlar bo'ladi. Old armiya bo'lsangiz, hamma narsani bilaman deb turib olsangiz, balki shuni qayta eshitmoqchisiz o'zbek tilida. Hop, boshladik. J-Hope, ya'ni Chon Hosok. Haqiqiy ismi Chon Hosok, sahna ismi esa J-Hope, ya'ni J bu Chon Hosok, Hope bu Nadejda degani. To есть Что-то период yo'q. Mana shu yozib qo'ydim periodini, Nadejdani. Shu his beradi, chunki J-Hope shu Nadejdaga to'ldiraman deb o'ziga ism raz ancha-muncha tanlashgan, no o'ziga mos. Chon Hosok 1994-yil 18-fevralda tug'ilgan Gvanju shahrida. Oilasida ota-onasidan tashqari, o'zidan tashqari opasi bor. Opasining esa ismi Chon Ji-woo, ya'ni hozirgi paytda Chon Davon. U qizni ham ko'pchiligi bilasizlar. Chon Davon hozirgi paytda erkak bo'lgan, unga qaytamiz albatta. Chon Hosok BTSda reper, asosiy raqqos, qo'shiqlar ham aytadi, vokalga ham bor, no asosida shu rep bilan tansi. Hosokka adasi, Hosokka o'zi o'qigan maktabda o'qituvchi ishlagan, ya'ni literaturadan. Shu sababli вообще Chon oilasida bilim juda ham kuchli. Ran 11 adashmasam, shu paytda maktab как бы rolni o'ynashayotgan paytida J-Hope shu haqida aytib o'tadi, to что adasi literatura o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Chon Hosok maktabda o'qiyotgan paytidan beri o'zi raqs bilan shug'ullanib kelgan. Shug'ullangan paytda esa otasi rozilik bermagan, ya'ni qarshi chiqqan. Chunki otasi xohlardiki, чтобы Hosok примерный ученик bo'lishi, ya'ni aqlli, hamma ota-ona xohlaydigan, hammasi tipa o'z anaqa kasb, stroy kasb bo'lsin. Endi tanso'r edi, hozir ham bizda raqqos bo'laman desanglar, hammasini qanaqa qabul qiladi? Xuddi shunaqada. Oyisiga kelsak, oyisi har doim o'g'lini qo'llab-quvvatlagan, даже shu mana shu trenirovkalarga borishgan baba pul kubi ham trenirovkaga borish uchun Hosok o'z o'g'lini to'lab, zansiyalarni to'lab yurgan. Ya'ni boshqa shaharga borib, pul yig'ib, pul topib kelib, shu o'g'lim veliki raqqos bo'lsin deb menimcha. Hozirgi paytda Hosok oilasi, Chon oilasi juda ham issiqlik bilan qabul qilishadi. Chunki dokumentalniy filmda ko'rgan bo'lsanglar, Jack in the Box, J-Hope in the Box degan dokumentalniy filmda ko'rgan bo'lsanglar, o'tda o'z oilasini uyini salpal ko'rsatganda, o'sha yerda oilasida xonalarda merchlar bor. Ya'ni o'z o'g'lini bilan faxrlanishadi. Juda ham faxrlanishadi, что hamma merchlarni, narsalarini, J-Hope вообще BTS narsalarini o'z uyida saqlab yuradi. Chunki BTS ga ham juda ham bir yaqin munosabatda ular yurishadi. Shu haqida ham bor, chunki opasi Hosok emas edi buyasi. Ya'ni ukasi Achimin edi. Opasini qachondirlar, boshida boshlab yurishgan paytda. Va 2016-2017-yilda Wings erasi bo'lgan paytda Wings albomida Mama degan qo'shig'i bor, shu qo'shig'i onasiga atalib etilgan. Opasi esa вообще 4 yoshga katta va birga katta bo'lib, Gwanjuda yaxshi munosabatda ular ham yurishgan. Что-то идеально. Shu adasi qarshilik qilmasdan, qilmasa agar, что-то идеально.
Chunki o'tgan safargi Yungini tarixini eshitganinglarda boshqacha tarix bo'lgan. Namjoonning tarixi boshqacha. Chonju, ya'ni opasi har doim qo'llab-quvvatlaganidan har bitta konsertiga borgan. Va stories, reels qiladi va opasi, bilasizlar, bloger. YouTube'da ham, Instagram'da ham, kimdir nimadir ambassadori, ну, короче, juda ham прям Chonguk mi, Chimin mi aytganidek, Chondavon, ya'ni Chonju kimdir BTS'ning orasida kimdir aytdi, kim esimga keldi hozir. Agar J-Hope'ga parik kiygizib qo'ysa, hirt opasi bo'ladi. Chunki ular juda ham o'xshashini ikkimi-ikki deb prям juda ham ikkitani kapleva deyishadi-ku, juda ham o'xshab ketadi bir-biriga. Вообще J-Hope shunaqa odamki, surprizlar qilishni yaxshi ko'radi. Birga dam olishadi, oilaviy, opasi bilan birga dam olishadi. Ya'ni to'ylarida ham ishtirok etgan. To'yda ham nechinchi yil bo'lgan to'y? 21-yilda bo'lgan to'yi. 2021-yilda opasini to'yi bo'lgan va opasining to'yida ham prям qatnashib, nur taralgan. Shu paytda yana Covid esimda bor, hamma maskada yuribdi. 2025-yilda Chonju o'zini mana shu vlogini olganda, o'sha yerda Hosok paydo bo'lgan. O'sha paytda muzika haqida, oila haqida, uylanish haqida gap bo'lgan va Hosok mana shu o'z fikrini aytgan. Uylanish bo'yicha to'shda hozir ish unday, hech kim yo'q degandek qildim va oilada uni вообще opasi ham uni quyosh deb chaqirishadi. Chunki bizning quyoshimiz u. Biz ham shunaqa Hosok quyoshdek ko'ramiz. Juda ham chunki yarki odam ota-onasiga ham nisbatan. Chondavon, Chonju, sizlarga aytib o'taman nimaga ikkita ism. O'z brendiga ega, ya'ni brendi nomi esa именно kiyim brendi AJ Look. Ya'ni u ham одновременно influencer ham, также uходовой kosmetikasi bor, Nif degan va ochki bo'yicha Fundamental ingliz tilini zo'r bilmayman. Hozirgi paytda u 36 yoshda. Ju ismi 2016-2017-yilda Davonga o'zgartirilgan, Chondavonga. 2021-yilda esa erga teggan. Bola haqida kelsak, bolalari yo'q. Bo'lishi mumkin edi, ammo unda vykitish bo'lgan, ya'ni tushib qolgan bolasi. Uni ham juda ko'p xuddi bizga o'xshab. Erga teggandan keyin hamma nima deb savol berishni biladi. Albatta, bola bormi, bola qachon, bola va bola. Uni albatta oilasidan tashqari boshqalar ham oilasi bilishadi bu narsani. Boshqalar ham so'rash fanatlari bo'ladimi, BTS fanatlari bo'ladimi, juda ham ko'p savol berganidan oxiri u tan oldi, что bola yo'q, bola vykitish bo'ldi. Juda ham achinarli holat. O'zi bilasizlar, Hosokda, вообще butun oilada Miki degan kuchuvchi bor. Bu o'tgan yillarda sal kasal qolish bo'ldi. Opasi hozir полностью bolasidek qarab yuribdi. 2025-yilda, o'tgan yildan beri J-Hope'da ikkita mushuk paydo bo'ldi. Faqat Yungida emas, mushuk, Yungida ham paydo bo'ldi, qop-qora mushuk. Ham bizning dagatkamiz berim bo'ldi. Tipa qora mushuk. Hamma o'z Yungi bilan qora mushukni assotsiatsiya qilishadi. Mana qora mushuk. Endi hozir aniq bilmayman, ikkita mushuk qanaqa mushuk, J-Hope'da ham shunaqa ikkita mushuk paydo bo'ldi. Bittasini qutqargan, ikkinchisini esa tashlab ketishganda, o'sha tashlab ketgan achingani uchun o'zi bilan olib ketgan ekan. Endi bu haqida gaplashamiz. Busi afsuski, mana shu Arirang turida Yaponiyada bo'lgan paytda unga shunaqa xabar kelganki, что busi vafot etdi. Va Chondavon YouTube kanalida ham ko'rsa bo'ladi, что busi bilan oxirgi paytlarni o'tkazayotganini. Понятное дело, что J-Hope yonida busining yonida bo'lmagan. Va busi J-Hope uchun, Hosok uchun juda ham yaqin odam, yaqin inson bo'lib o'tgan, chunki baba buvusini tarbiyaga hissasi ham qo'shilgan. Va ko'p yonida turgan odam bu Taehyun edi. Taehyun o'zi 2016-yilda u ham shunaqa konsert bo'lgan paytida unga даже aytishmagan shu haqida. Konsert birinchi konsertdan to'ygan esimda bor bo'lsa agar unutayotgan bo'lsa to'g'rilaylar meni. Konsert to'ygandan keyin aytishgan, то что вот o'yin vafot etibdi deb. Как-никак Taehyun ko'p qo'llab-quvvatlab keldi. Даже konsertda ham Yaponiyada o'tgan paytda J-Hope o'zi shu haqida gapirdi va ko'rinib turgandi, то что ko'zidan yosh kelganini ko'rsak bo'ladi. Raqs bo'yicha kelsak, J-Hope вообще 4-sinfdan raqs boshlagan. Bu где-то
примерно shu 10 yoshidan beri raqs bilan shug'ullanib keladi va 6 yil davomida raqs bilan shug'ullanib polni yurgan. Akademiya esa mana shu tansaga o'zini bag'ishlagan akademiya bu Joy Dance Music Academy, то есть Gvanjoda o'tga qatnashib polni yurgan. O'tgan albatta shu oyisi to'lab yurgan. O'sha imенно akademiyadan ko'p idollar chiqqan. Shu примерно 13 yosh bo'lgan paytda u tansovalniy komandaga qo'shilgan, Neyron degan, menimcha ko'pchiliklar bilasizlar bu tansovalniy gruppani. Ko'p ular har xil konkurslarda ishtirok etishgan. Neyron guruhi J-Hope uchun juda ham yaqin bo'lib kelgan, chunki именно shu komanda deb J-Hope o'z raqsini kattaroq ochib, shu idol bo'lishiga menimcha turtkalagan. J-Hope dokumentalniy seriali chiqqan paytida Hop on the Street, shu paytda o'zi qaytib keluvdi, mana shu ko'rinishga qaytib keldi, mana shu neyron naqasiga ko'rsatish uchun qaytadan вообще hamma narsa boshladi. 2010-yilda Hosok Big Hitga keladi. Nihoyat Big Hitga yetib keldik. Big Hitga kelgandan keyin прослушиваниеdan o'tadi. Прослушиваниеga o'tish uchun вообще rekomendatsiya Joy Dance Academy'dan orqali, rekomendatsiya, как это сказать, maslahat berishgan. Bilasizlar, rekomendatsionniy deyishadi. Karslar juda ham bir shu maslahat anaqalariga qaraydi va shu akademiya orqali Big Hit Entertainmentga kelgan. Debyutdan oldin ko'p ishtirok etgan, kliplar, boshqa artistlarning klipida ishtirok etgan, back vokal bo'lgan, ham raqqos bo'lgan, ham rapper bo'lgan, ham qo'shiq aytgan. Короче, всё и вся. O'zi boshida, hozir aytamiz, Hosok rapper deymiz. No. Hosok oddiy raqqos bo'lib kelgan. To unda ko'proq yo'lanish vokal bo'lgan. Lekin rap emas. Rapni вообще o'qishni ham bilmagan, qanaqa qilishni ham, yozishni ham bilmagan. Va Big Hitga kelib ancha o'rgangan. Просто Big Hit tili sezib qolishgan, что rap anaqasi bo'lishi mumkin deb. Big Hitda o'z rap mahoratini ko'targan. 2012-yilda esa mana shu featured rapper degan qaysidir rapper bor Big Hitda, o'sha rapperda back rapper bo'lib etib chiqqan. Mana shu videoni ko'pchiliklar ko'rgansizlar. Ikkita trening o'tgan paytida, shu 2010-yil paytida bilasizlar, Big Hit Entertainmentga ko'p pul olib kelmagan, hali u idol ham bo'lgani yo'q va albatta bundan keyin pul ham bo'lmaydi, chunki butun vaqtinglar faqat trening bo'lishga ketadi. Trening bo'lish uchun ham pul yo'q. Ular zamen trening turgan paytinglarda sizlarni agar adashmasam, qanaqalarni обеспечить qiladi. Turar joylarni, ovqatlanishinglar, boshqa o'zinglar qilish kerak. Lekin ishlaydigan joy ham yo'q deb qarasa, как бы full time ishlash kerak bo'ladi, или никак. Va ko'pchilik karslarga o'xshab, men именно idol bo'laman degan karslarga o'xshab, albatta J-Hope kimga suyangan? Oyisiga suyangan, ota-onasiga suyangan va ular pul berib turishgan. Yaxshi ko'rgan qizi bormi J-Hope? Hozirgi paytda yo'q, endi aniq bilamayaptim. Ish. Trening bo'lgan paytida-chi, o'sha maktabda o'qigan paytida-chi, starshey shkolada o'qigan paytida o'tda uchrashib yurgan Hosok qiz bilan. Ammo u qiz tashlab ketgan boshqa bola deb. U haqida o'zi Rocky King degan eski shouda 2013-2014-yilda chiqqan eski shouda o'zi aytgan va Joy Dance Dynamic Duo Solo degan qo'shig'i bu shu haqida eslatadi, chunki o'sha Rostova chiqgan paytida, shu avtobus ketayotgan paytda shu qo'shig'i eshitib ketgan. Shu как бы assotsiatsiya bo'lib, shu qo'shiq mana shunaqa momentga mos kelgan. Big Hitga yangi bo'lib kelganida shunaqa ajoyib holatda J-Hope hamma bilan tanishgan, ya'ni BTS bilan a'zolar bilan tanishganki Hosok kallasida idol bo'lish, wow, kurtda yurish, shunaqa cho'tka bo'lib kiyinib yurish xayoli bo'lgan. Bir kuni kelgan paytda bitta xonada yashashgan-ku, hammaligi kelganda yungi просто kiyimsiz chiqib kelgan. Hosokda shok. Jim bilan Chimindan shunaqa holat bo'lgan. Jim kelganda Chiminni ko'rib. Bu juda ham kulgili. Agar вообще tanishga kelsak, Chimim Cho'ng'uk bilan yaxshi chiqib ketgan, no akade sifatida ko'rgan. O'zini akade bo'lib ketgan, yaxshi kelgan. Yungi bilan J-Hope, Hosok uncha gaplashishmagan. Uncha to есть grafik anaqasi har xil bo'lgani uchun unaqa gaplashishmagan. Atehomlar 2011-yilda tanishgan. 2011-yilda trening o'tgan paytda, o'sha paytda kelib,
bir tanishib qolishgan va u fikri bo'yicha u paytda u prям eng yorqin odam edi hammadan. Tomoni J-Hope kelgandan keyin albatta Glanjudan ketdi, oilasidan ketdi, oilasi uzoq, bu bir. Ikkinchisi hammani izlato'rishdi, mana J-Hope raqsda juda ham kuchli bo'lgani uchun hammaga yordam bergan, raqsni o'rgatishni boshlagan. Qanaqadir o'zidan o'zi kapitan bo'lib ketdi raqsi bo'yicha hamma uchun, faqat BTSga emas, trenerlar uchun yordam bergan va hammani qo'llab-quvvatlagan. Shundan keyin ham uni quyosh nuri deb atashgan, quyosh deb atashgan. Albatta o'zi mana shu Neuron degan undergroundni tashlab, Seulga kelib idol bo'lish uchun Seulga kelib hammadan jinglashib, короче, stress. Plus rapni noldan boshlagan, rapni noldan o'rganib, bilib, u faqat o'qish emas. Buni hali yozish etiylar, har bitta naqasini. Reper bo'lish uchun вообще ko'p kitob o'qiydigan odam bo'lish kerak. Seriously, hamma reperlar kitob shunaqa ko'p o'qiydi, yungini ekin. Haqiqatan kitob o'qiydigan deb o'ylayman, yungini juda ham ko'p. Namjun gapirmasa bo'ladi. Undacha чисто biblioteka. И Хосок, конечно, shunaqa oiladan chiqqanki, что hammasi образованный, otasi misol uchun literatura o'qituvchisi. Albatta bu ham qo'lidan kelgan. BTS bo'lishidan oldin Хосок 2012-yilda ketish haqida o'ylagan. Hali idol bo'lmadi, hali bukvalni hech kim bo'lmadi, lekin ketish haqida o'ylagan. Shunchalik charchaganki, shunchalik stress olganki, hammani o'tib, hammani qo'llab-quvvatlab o'rgatgan paytida, quyoshdek ko'ringan paytida, o'zida ichidagi narsani, ichidagi g'amgin Хосокka ushlab o'tirib, prям stress bo'lgan konkretno. Bu haqida kompaniyaga aytgan, memberlarga aytgan, to'g'ri ketyapman, xohlamayman уже deb. Hammasini aytgan va 15 yoshli Jungkook reaksiyasi juda ham bir qiziqarli bo'lgan. Ya'ni Jungkook просто yig'lab yuborgan. 15 yoshli bola kichkina просто yig'lab yuborgan. Va quchoqlab, malats qilib, so'rab ketma deb короче quchoqlab olgan, qo'yib yubormagan Jungkook J-Hope. Mech просто, я не знаю. Butacha BTS birga juda ham bir mos bo'lib yaralishganki, bilmayman. Jungkook deb qolganda, undab qarasa Jungkook deb qolgan Хосок. Jungkookga rahmat. Yig'laganiga. Bilasizlar, J-Hope juda ham yuragi bilan anaqa qiladi-ku endi. Rahmi kelgandan qolgan. Debutdan oldin bilasizlar, что участникlar bir tanishtirgan, bir bilan tanishtirgan. Endi debutdan oldin bu участникlarni fanatlarga tanishtirishadi, чтобы хоть как-то qanchadir fanat yig'ish uchun. Xosokka albatta xatlar kelgan. Ko'pchilik o'ylaydiki, что xatlar kelmagan, umuman Xosokka xatlar bo'lmagan, faqat memberlarga bo'lganga bo'lmagan deb o'ylashadi, lekin bu bunaqa emas. Xatlar kelmaydigan odamga bitta odam bo'lgan, ya'ni bu Taehyun. Xat faqat Taehyunga kelmagan. Yo'q, hate qilgani uchun emas yoki yomon ko'rgani uchun emas, yo'q. Просто hech kim bilmagan, что Taehyun BTSda bor. Ya'ni sirli member bo'lgan. Hech kim bilmagan debutgacha. Debut bo'lgandan keyin hamma bilgan, что 7-chi odam bor ekan BTSda. Wow. Bu sir bo'lgan. Bitta moment bor. O'sha debutdan keyin 2013-yilda za kadrim backstage'lar bor, videosi. O'sha paytda Xosok juda ham menda kam xat oldi. Xat olganda quchoqlab, nimadirlar qilib, как будто hech qachon xat olmaganda endi oldi degan gap aytgan. Hamma o'yladiki, что bundan oldin hech qachon o'sha xatlar olmagan. Ammo bu mif. Xatlar J-Hope olgan. O'shanga xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Debut bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ldi deb o'ylash mumkin, no har doim emas. Bilasizlar, J-Hope nimaga hate qilishgan? Debut bo'lgan paytidan hate qilishgan. Juda yaxshi bilasizlar. Ya'ni uni ko'rinishidan. Ko'rinishi kimdir aytganidek otga o'xshaydi. Esinglar bor bo'lsa, BT21 bor. To'g'rimi? BT21da J-Hope personaji ot bo'lgan. Konkretno ot bo'lgan. U bu otga o'xshaysan, yuzing otga o'xshaykan degan kommentariy faqat fanatlardan emas yoki neda fanatlardan emas, haterlardan emas, balki shouga borganda ham anaqalardan eshitgan. Как bu, ведущийlardan eshitgan.
И shunchalik hate qilishardiki, что hashtag chiqarib tashlashgan. Hashtag esa catch out J horse. Ya'ni J horse hop emas, J horse. Horse degani ot. Otni, J otni ketkazinglar. Shunaqa hashtag chiqib ketgan. Uni ketkazishmoqchi bo'lgan. Chista ko'rinishida. Это так обидно. На самом-то деле, to'g'risi, masligi, to'g'risini aytaman, boshida armiyada o'tgan paytida menga ham yoqmasdi J-Hope. Я признаюсь, men to'g'risini aytaman, и bu fikrimni afsuslanaman. Balki yangi bo'lgan paytim, u paytda menga вообще 17 yosh, 16 yosh edim, 17 yosh edim. 16 yosh edim. Вот. Yo'qmaga просто faqat anaqadan emas, o'sha paytda tasavvur qilinglar, 17-yilmi? 17-yilda endi bilasizlar J-Hope qanaqa o'zini tutgan, u hozir boshqacharoq. 17-yilda qilib yurardi-da, menga bu g'alati edi. Чисто nima qilyapti bu deyman. Men endi g'irt o'zbek qizman ko'rsanglar. Voy nima qilyapti bu o'zini o'g'il bolam. Tushunasizlar. Va albatta endi bittasi orasida Chongguk, Chimin deganlar bor, Taehyun bor, chiroylilar. No, albatta o'zini trenjat qilgan, o'zini haqiqatan chiroyli emas deb bilgan. Chunki uni oldida undan ham chiroyli odam tursa, o'zinglarni past ko'rasizlar. Endi bitta 21 mutikani ham ko'rgansizlar. Oxiri shu maska yechildi va otmas meningki belочка bo'lib chiqdi, olmaxon bo'lib chiqdi. Bu bilan olmaxon bo'lganiga вообще новое превращение, новый вид desa bo'ladi. U haqiqiy bunaqasi otmasligi shunaqa ma'noda. Qanchalik ko'p guruh o'ssa, shunchalik J-Hope, ya'ni Hosok qo'rqar edi. Chunki har doim kalasida shunaqa fikrlar bor edi. Biz buni вообще haqqimiz bormi? Bizani yaxshi ko'rishligiga вообще haqqimiz bormi deb. Shunaqa fikrlar kelardi. Qanaqa qilib bizani yaxshi ko'rish mumkin degan fikrlar, chunki o'sha 17-18-yilda ular haqiqatan ko'tarilishgan. Ammo bir payt V-Life o'tkazgan Hosok. Boshida o'tkazganda, men shu kстати, o'sha paytda men bor edim. O'sha paytda birinchi Hosok boshladi. U Hosokka V-Life, Hosok прямой translyatsiyani qilyapti. Ammo oxiri Chiminning прямой translyatsiyasi bo'ldi. Chunki Hosokdan so'raverishgan. Chimin bormi? Chongguk bormi? Ilk kimdirlar hate qilishga boshlagan, to'g'risi sen bunaqasan, chiroyli emassan, boshqa memberlarga ber, seni ko'rgimiz kelmayapti. Bir xil aytishgan, to'g'risi senda talenting yo'q. Ne вообще borsan, sen вообще gruppadan ket degan narsalar. Oxiri keyin Chiminga berdi, hazil-huzul qilib, "Vot, aha, Chimin mana Chiminga berdim, Chimin xohlayapti" deylar. U ham Chimin ham qalaysizlar, la qildi, J-Hope oxiri ketardi. Shu paytdan keyin juda ham вообще V-Life prямой translyatsiyani J-Hope bitta o'zi o'tkazmagan. Вообще o'tkazmagan. Bo'ldi, все, tamom. O'tkazmagan, xohlamagan, chunki bu hate o'qandan keyin faqat gruppa bilan chiqadi biriga, leba o'zi chiqmaydi. No, опять-таки 100% hamma armiylar uni yomon ko'radi degan emas. Albatta, yaxshi ko'radiganlar ham juda ham ko'p bo'lgan. Поддержка qilganlar ham juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun katta rahmat deyman odamlarga, haqiqatan armiylar. Agar iltimos sizlardan kimdir emas, bittasi yaxshi ko'rsanglar, hammasini yaxshi ko'ringlar, iltimos, hech qaysini ajratmasdan. O't 7 deyshadi-ku, o't 7 bo'linglar. Burn the Soul degan 2009-yilda chiqqan dokumentalniy filmida o'sha paytda Namjoon aytganki, что agar u lider bo'lmaganida, uni o'rnida Hosok turgan bo'lardi. Hosokda shunaqa kачество borki, quyosh deysizlar, prям hammani kuldirib yuradi, поддержка qiladi-da, lekin sizlar даже bilmaysizlar qanchalik strogi xoreograf, raqs, shunaqa strogi, hamma bundan qo'rqadi. Butun bichasi jamoasi qo'rqadi undan. Вдруг xato qilib qo'ysa, hamma unga qaraydi, tipo, как бы o'zi nimadir deydimi, даже nimadir yungi qo'yadi, storiesmi, translyatsiya, не помню nima. O'shanda Hosokmi, nimadir deb yozuvdi, to что anaqada gaplashamiz deb. Tagiga yozganda, to что zalda gaplashamiz san bilan deb xato qilib qo'ygan. Armiyaga borganda ham u как komandirmi kimdir bo'lgan, позвонил, o'sha men ham aytibman, komandir bo'lganmi? Звонилам, bilmayman, anaqa farqlamayman, но o'sha paytda shunaqa pozda, anaqa pozda turibdi, xudodan raqsda qanaqa pozda turgan bo'lsa, o'rgatayotgan paytda o'tda shunaqa turibdi.
We are bulletproof degan PT2 chiqqan paytida guruh 3 oy trenirovka qilgan, полностью, a J-Hope esa Hosok kontrol qilgan. Idealniy darajaga chiqquncha. И ko'p вообще J-Hope Hosok Namjoonga juda ham ko'p yordam beradi. Ya'ni lider sifatida. Agar misol uchun Namjoon boshqa narsa bilan band bo'lib ketsa, там речь, bo'ladi-yu lider качественный anaqasi выполнять qilayotgan paytida, liderskiy качественный, как это сказать, нет. Lider bo'lgan paytda xullas, boshqa anaqa muhim narsa bilan shug'ullanayotgan paytida memberlarni ham kontrol qiladigan odam bu Hosok. Namjoon ham endi, Namjoon bir xil band bo'lib ketadiki, baba memberlar ularni ham kontrol qilib turish kerak. Hammani kontrol qilib turish kerak, chunki komandani bular ancha cho'ng chiqib olib, ichib olib, nimadir qilib qo'ysa, короче, уже bekitdi anaqasi, muammosi, katta bo'lishdi, o'sha уже. U paytda idollar dik qilishiga ham haqqi yo'q edi. Вообще Makneline Hosokni otadek ko'rishadi. O'zi даже Hosok aytgan, otasi deyman, chunki tarbiyasini ham Hosok bergan. Vaqt o'tib, albatta, solniy karyerasini boshlagan. Boshida mixtape'lar qilgan. Keyin solniy karyerasini, keyin World Tour bo'ldi unda, Hop on the stage, J-Hope on the stage degan tura bo'ldi. Va albatta u turga borib keldi. O'zi chiqishni boshlagan, baba aytgan, Hosok то, что bitta o'zi chiqishda kruto, но memberlarsiz как-то всё равно baba borgan qoladi odam. Shuning yildan beri bok yurgansizlar, birga bir qilib yurgansizlar. Birdaniga shu armiyadan qaytgandan keyin bitta o'zi chiqib, bitta o'zi mirovoy tur qilishgan. Baba serialida aytayotganki, to, что memberlar yetishmayapti haqiqatan. Qaysidir syomkalar bo'lgan paytida, misol uchun chicken noodle soupda memberlar yetmayapti durganda. Qatga bormasa, bitta o'zi qolsa, memberlar. J-Hope o'zi ko'p пожертвованиялар qiladi. Пожертвованияларdan agar общий summasini agar известный bo'lgan anaqalardan kelsak, где-то 1,5 million won пожертвование qilgan. No, ito bilganimiz, bilmaganlarimiz qancha ko'p, chunki ko'pchilik o'zi J-Hope o'zi aytmasdan qiladi hamma narsani. Что правильно. 2026-yilda o'zi tug'ilgan kunda 32 yosh bo'lgan paytida 300 million won xarid qilgan. Где-то $220 $220,000 Потом 200 million won больницаga qilgan, Seoul Asan Medical Centerga пожертвование qilgan, hamda 100 million won Child Fund Koreyaga, bolalarga, Gwanjuda именно. 2018-yildan o'zi вообще boshlagan. 2018-yilda 150 ming won kasal bolalarga xarid qilgan. 2009-yilda 100 million won na Alma Mater, Gwanjuda Alma Mater degan joy bor ekan. 2021-yilda 100 million won Tanzaniyada bolalar uchun xarid qilgan. Который bolalarni tam насильно uradigan, shaqiladigan жертвалар uchun. Bu вообще пожертвование qilganidan Hosok yana Green Noble klubga a'zo bo'lgan. Bu ham fondli anaqa 100 million won bergan. Yana bunaqa narsalar ko'p o'zi aytib chiqsa-chi, hamma biladi, как бы betsizlar bo'ladi, tam землетрясениялар, kimdirlar o'lgan, o'lmagan shunaqa joylarga 2025-yilda 100 million won xarid qilgan. Keyin Hope Bridge degan Jeju Air esingizda bor bo'lsa, menda rasmi bor. Jeju Airda portlash bergan samolyot, o'shanga ham fondiga 100 million won qo'ygan 2025-yilda. 2022-yilda, 2023-yilda 100 million won наводнение bo'lgan, suv toshishi bo'lgan, ularga ham пожертвование qilgan. Xullas juda ham ko'p. Buni бесконечно o'qitsa bo'ladi. Bu ito Hosok o'zi men qildim deb aytib chiqmagan. Bu o'sha bergan joyliklarni o'zlariga berishgan shu ma'lumotlarni. Plus ko'pchilik narsa bekilib qilgan narsalar ham bor. Endi fakt haqida kelaylik, kichkinagina faktga. Просто kichkina fakt. J-Hope qulog'i teshilmagan.
Да, перешли, конечно, temaga tema. Да, qulog'i teshunmas. Ziray agar hozokda ko'rib qolsanglar, u ziray просто, yopishadigan ziray. Типа magnitniymi, bilmayman, ziray, да. Ichi bo'yicha qulog'ini tozalikda tutmoqchi. O'sha comeback bo'lgan paytida shu 2017-18-yilda, 18-yil menimcha, shuni chimi eshitib, tehommi eshitib aytgan. Bizlarning qulog'imiz kirmadi. И xosok. Вообще yana fakt bo'yicha xosok birinchidan bittasi trening bo'lgan Big Hit Entertainmentda. Namjoon Yungi ham bo'lishgan, но ular официально как бы reperda hisoblashgan birinchi xosok. Yoshligida xosok juda ham ko'p tennis o'ynagan va bronzovый medal olgan. Так что xosok профессиональный tennisist. Вообще xosok juda ham yoqtirmagan. Yo'q qilish, mana yoqtirgan. O'zini asalda puchi qilish, lekin xosok shu narsani ko'p qilgan oldin. Gruppada bo'lgan paytida boshida. No, buni yoqtirmagan. Nenavidel. Вообще chin ko'nglidan. No qilardi. Va bir payt shu xosok aytganki, to что menga yoqmaydi bu narsa qilish вообще. No, artist bo'lgani uchun qilishga majbur. Chistano anaqani kayfiyatni ko'tarish uchun qilgan, tam bilasizlar, Nadejda Ko'yinda bu. Yoqmaydigan narsasini ko'rsatmaganda umelo vral aldagan yaxshigina. Aldashni zo'r biladi Xorbi. Qanchalik achinarli bo'lmasin, da. Xosok boshqa odam, J-Hope boshqa odam. Hayotda men Xosokni ko'rgan paytimda men uchun bilmayman, sal boshqacha odamdek tuyuldi. Ko'rinishi ham boshqacha deb bo'lib qoldi, bilmayman. Gapirishlari ham boshqacha. Eslamash shu momentlarni. No, gap bilan Xosok har doim meni idealim bo'lgan. Ishonasizlarmi yo'qmi? Lekin erga oldin men xohlardim har doim, чтобы meni будущий turmush o'rtog'im Xosokka xarakteriga ega bo'lsin deb. Chunki во-первых, дисциплина bor, hamda kuldirish bor, hamda уважение bor. Come on, не мечта. И вот shunchalik bilmayman. Qanaqa dur bo'lsa ham, qanaqa qilib dur? Oy, biyasim bo'lib qolgan. Men даже sezmay qoldim. Qanaqa qilib biyasim. Именно biyas faqat talanti deb emas, talanti ham. Faqat talanti deb emas, xarakteridan, prям eng kuchli xarakterini juda ham yaxshi ko'rib qo'yaman. Prям xarakter bilmayman, ideal men uchun. Xosok sizlar uchun qanaqa odam? O'z fikrlarini kommentariyada qoldiringlar. Albatta, Instagramga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kosmetik magazinga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Albatta, zakaz qilsanglar bo'ladi. Instagramga albatta obuna bo'linglar, chunki yaqinda Vites konsertga borsam, hamma narsani o'sha yerda qo'yaman. Shuning uchun hamma bilan keyingi videogacha qanaqa video, kim haqida video bo'lish xohlardinglar? Tehyon Chonguk, Jimin haqida rolik xohlayapsizlarmi? Вообще o'z fikringlarni qoldiringlar. Agar shu video haqiqatan yaxshi prosmotr yig'sa, возможно, keyingi video ham уже Jimin, Chonguk, то есть Jimin, Tehyon Chonguk haqida bo'ladi. Shuning uchun sizlar поддержка qilsanglar, meni kanalim shuncha o'sadi. Sizlar uchun bu narsani qilaman. O'zim to'g'risi пока foydasidan olmayapman YouTubedan. Bu o'zim yaxshi ko'rganim uchun qilaman va sizlar uchun qilaman. Sizlarni поддержкаларni kanalim yaqin orada juda ham tushib ketdi. Prosmotr ham boshqasi ham, chunki da o'zim aybdorman, chunki ko'p bo'lmadim. No, sekin ko'tarilish harakat qilaman, hatto haftada bir marta chiqarishim uchun. Sizlarni поддержкаларga juda ham muhtojman. Qo'llab-quvvatlashinglarga juda ham muhtojman. O'z o'rtog'inglarga yuboringlar videoni, o'zingizlar mazza qilib ko'ringlar shu videoni va tanishinglarga, который вообще bitis haqida bilmaydi, lekin bilish xohlaydi stejda. Или вообще bilmaydiganini qilib o'tiradigan odamlarga ham jo'natib qo'yinglar, bilishsin. Xosok men bir qanaqaligini. Namjoon Yungi, Jin haqida o'sha video bor. U videoni ko'rsanglar bo'ladi, qilganman. Shuning uchun ko'rishguncha, keyingi videolargacha, kelajakgacha hammaga xayr. Lights
up, we're taking over the world.